Sizlar so'radinglar, biz esa chiqazdik. Bugungi video qahramonlarimiz 6 kubli va 4 kubli samospal. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlar bilan bugun ularning farqini va narxlarini bilib olamiz. 4 kubli texnikamizdan gapiradigan bo'lsak, texnikamiz gabaritlari 6610 2280 ga 2520 mm tashkil etadi. G'ildirak bazasi 3900 mm, g'ildirak formulasi har doimgidek 4x2 bo'ladi. Texnikaning sof og'irligi 6 tonnadan 300 kg, yuk ko'tarish qobiliyati esa naq 5 tonna. Bu texnikamiz dizel yoqilg'isida yuradi va 100 litr bak bilan jihozlangan. Eng asosiy qismlariga o'tadigan bo'lsak, bu kuzov qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ixcham va shahar ishlariga mos qilib ishlangan. Kuzov gabaritlari 3800, 2100 va 500 mm. Texnikamizning yurak qismiga keladigan bo'lsak, 130 ot kuchiga ega yuvchay motor bilan jihozlangan bo'ladi. Resorlari oldida 7 ta, orqasida esa 10+4 ta. Kabina ikkala texnikada ham bir xil va barcha qulayliklarga ega. 4 kubli samospal narxi esa naq 460 million 320 ming so'm. Ana endi videoning ikkinchi qahramoni Favtager V6 kubli samospal. Har doimgidek to'liq gabaritlardan boshlaymiz. 6790 ga 2400 va 2840 mm. G'ildirak bazasi 4200 mm, ya'ni 4 kubdan 300 mm kattaroq. Bu texnika ham dizel motor. 4 kubdan farqi 200 litr bak bilan jihozlangan. 6 kubli samospalning yuk ko'tarish qobiliyati naq 5,5 tonna. Xo'p, ana endi kuzov gabaritlariga o'tadigan bo'lsak, 4190 ga 2205 va 670 mm tashkil etadi. Ana endi bu texnikaning yurak qismiga keladigan bo'lsak, motori yuvchay 160 ot kuchiga ega bo'ladi. Xo'p, ana endi resorlari oldi 10 ta, orqada esa 10+9 ta. Ikkala texnikada ham ABS pnevmatik tormozlar mavjud. Kabinaning ichida haydovchi uchun barcha sharoitlar mavjud. Multiruldan tortib yotoq joyigacha. Va nihoyat bu texnikaning narxini aytadigan payt keldi. Orqamda turgan Favtager V6 kubli samospal narxi 499 million 100 ming so'm. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.